Shunaqa deyapsiz. Deyapsiz. Nega silaysiz? Farqi bor, to'g'rimi? Qattiq bu mana. Bu esa mana. Ovozingiz ham, fikringiz ham, harakatingiz ham mana shunaqa bo'lishi kerak. Siz jonsiz matohga agar men hozir qilsam, buni ham aniq tovushi chiqmaydi mana. Men ham his qo'shyapman, emotsiya qo'shyapman, energiya qo'shyapman. Ya'ni menikisan, nutq menikisan, men seni boshqaraman, men seni chiqaraman, men seni yetkazaman deyishga. Mana qorningizni ishlating, mana bu yoqqa keling bir qadam. Mana deng. Deng. Shunaqa deyapsiz. Deyapsiz. Nega silaysiz? Siz o'ylaysiz nima? 20 yillik duduqlanishni silashni o'tib ketadi deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Mana bu qoshlaringiz bundaqa bo'lib ketishi kerak, ko'zingiz bundaqa bo'lib ketishi kerak. Lablaringiz, tishlaringiz kerak bo'lsa otilib, kvakushka bo'lib ketishi kerak. Bunday turib aytyapsiz. Bunday bo'lmaydi. Chani. Mana bu chegarada emas, emasda dori. O'zingizga ruxsat bering, mana shu devorlarni, darvozalarni ochib tashlashga ruxsat bering o'zingizga. Men sizni ichingizga kirib, santexniklik, elektriklik qila olmayman. Ana simlaringizni o'zingiz bog'lang. U kuchanish, bunday bog'lanish bo'lishi kerak. Mышцalaringiz bilan nafasingiz bilan emotsiya bog'lanishi, o'sha kuchanish deyiladi. O'zgarmoqchimisiz? Nima ha? Nima ha? Ha, o'zgaraman deng. Ha, o'zgaraman. Ana shunday gapiring, baraka topgur.